Mana shu kompyuterda sizda hamma yo'q ma'lumot bo'ladi. Ma'lumot turadi. Umuman aldashni iloji yo'q. Aldashni ilojisi yo'q. O'zi 7 sutkada 93% bo'lyapti. 28 sutkada o'zi 100% dan ag'ay bo'lib ketar ekan. Endi birovning haqqi o'tib ketib qolmaydi. Ya'ni sizning haqqingiz, ba'zining haqqi. Ya'ni asosiy azaliy jihat shu ekan. Men ajoyib to'g'risi kayf qilib yubordim. 20 gradus issiqlikda ushlab turiladi o'zi. 95% namlikda plus minus 5 gradusi bor. Kimdir 8 kuba olsa, deylik, misol kimgadir 9 kuba kerakdir. Xo'p, 11 kuba degan sekin ishlab bo'ladimi? To'g'risini ayting. Yo'q, uni ilojisi yo'q. Chunki Nimaga ilojisi yo'q aka? Bosyapti hozir endi. Hozir bosim boshlandi. Bosim boshlandi hozir. Qanchagacha ko'tarish kerak? Qanaqa ekranda birinchi navbatda turpoq kelishidan boshlanadimi yo o'sha maydadan chiqqandan boshlanadi. Ana shu iloji bo'lsa chiroyli tushuntirsangiz yaxshi bo'lardi. Yaxshi aytyapsiz. Ko'rdilar, mana gruzovoy kirdi. Hozir oxiri yuklab chiqib qo'ygandan keyin necha kilo bo'lganini sizlar tarasi bilan dokumentalniy olib borib berilar ekan. Chunki chaqilmagan tosh yo'q bunda. Chaqilmagan tosh bo'lsa, drabilka yaxshi chaqmasa aka. Hozir bu tonnagami qanaqa kilosi puli ham aytib qo'ysiz iloji bo'lsa. Ikkita drabilka turibdi. Nima farqi bor? Bu bilan uni nima farqi bor? Agar shu bugungi narxlar, razmerlarini aytib o'tsa yaxshi bo'ladi iloji bo'lsa. Shu zilzila bardoshligi ham aka 9 balgacha javob beriladi bu. Assalomu alaykum, qurilish sohasidagi aka-ukalarimiz, beton zavodiga yetkazamiz, ya'ni oqqish beton yetkazamiz. Eng qiziqarli joyi bularda xohlagan razmeringiz bor ekan, eng xadovoy razmerlar va garantiyalari 40 yildan 50 yilgacha ekan. Xohlasangiz beton plitalar bor, xohlasangiz shibellar bor ekan, xohlasangiz beton mishalkalar, xohlasangiz dastlabki ham qilib berishar ekan. Passiya beton qo'yadigan aka-ukalarimiz videoni oxirigacha ko'rib tursangiz to'liqroq ma'lumot beramiz. Eng qiziqarli joyi garantiyasi bor ekan akalar. Siz xohlagan razmerda, xohlagan turingizda bor ekan. Akamizga yuzlanamiz. Avvalambor assalomu alaykum akam, yaxshimisiz? Charchamiz. Ismingiz Asror aka. Asror akamizga yuzlanamiz. Aka, betonlarda, ya'ni beton o'sha plitalarimiz har xil turlari bor. O'zi razmer nechidan nechigacha? Shunda siz boshlasiz iloji bo'lsa. Gos bo'yicha aka eng uzun razmeri 7-10 gacha. 7-10 gacha bor razmer. 1.20 yillarida. Ha. Eng kichikchi. Eng kichini shu 2 metrgacha qo'yib beriladi. 2 metrgacha qo'yib berilaveradi. Aka, bularni qanaqa garantiya beriladi? Keling aka, bularga qanaqa garantiya beriladi? Men 40 yil, 50 yil devordim, siz gapingizga ishonib, rostdan shunaqami bular o'zi? Shunaqa aka. Bunga ishlatiladigan mahsulotlar ham o'sha talabga javob beriladigan holatda aka. Armaturalari ham Bekobod armaturada ishlatiladi. Oddiysi emas. Yo'q, oddiy o'zimizda chiqayotgan orzu armaturalardan emas aka. Bekobod keyin zakaz buni keyin o'sha agregatlari bor aka, o'zi qizdirib qo'yiladi. Asosiysi qizdirib qo'yiladi ona. O'zicha bunday qo'yib bo'lmaydi. Keyin tepasiga qo'yilgan setkalari ham bor ekan. Tepasiga mana ilg'aychilari setkalargacha bo'ladi ekan. Mana bu endi videoda keyin ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi, mana kelinglar, mana bitta ko'rsatib o'taylik. Mana setka, mana. Mana setkalarni ham qo'yib o'tiladi. Akalar, unda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Hamma yo'g'i yaxshi. Xo'p, aka, buni sortlari bo'lar ekan, ya'ni o'sha go standartdan o'tishlari, siz aytganingiz kuydirishlari hamma yo'g'i qanaqa o'sha jarayonda o'zi bitta tushuntirib bersangiz, yana yaxshiroq bo'ladi. Aka, jarayon aka, bu suxoy betondan tayyorlanadi bitta aka. Suv kamroq suxoy. Markasi aka o'shanda aka 250 dan binolarda aholiga, turar joylarga, ekin domlarga, davlat obyektlariga beriladigan holatga qarab kuyib beriladi u. Markasi 200 markadan 400 markagacha bo'ladi aka. 200 markadan 400 markagacha bo'ladi. Obyekt holatiga qarab shu loyiha bo'yicha necha marka berilgan bo'lsa, shunga qarab kuyib beriladi aka. Asosiy ishlar, zakaz bersak, aka, men hisob bitta narsa, misol sizlarga zakaz asosda bo'ladimi yo doimiy bo'lib turadi? Misol zakaz beradigan bo'lsa, misol dom bilan birata shartnoma qiladigan bo'lsa, dom qurayotgan bo'lsa, yo'qsa qandaydir kattaroq obyekt qurayotgan bo'lsa, oldindan qanchadir miqdorni berish kerak bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? O'sha dogovor qiladigan bo'lsa, men keldim, men sizga zakaz bermoqchiman. Oldindan bir yarmini beramanmi, 30% ni beramanmi? Va u zakazdan keyin necha kunda chiqadi? Shunaqa taraflarni aytib bersangiz iloji bo'lsa. Aka, biz shartnoma qiladigan bo'lsak, firma bilan, dom bilan boshqa obyekt shartnoma qiladigan bo'lsak, shartnomani qilamiz, kunini belgilaymiz, necha muddatini, srogini belgiladi. O'sha sroyda xudo xolasa maksimal yetkazib beramiz aka. Endi mablag' masalasi bo'yicha mablag'da endi shu kelishiladi, bir 30-20% alatak. Ishonchalik bunaqa yo'q. Ber, kuyib beraman deydigan narsa yo'q. Masofaga qarab yetkazib berilish nimalari ham bo'ladi, mashinalar ham bor, hammasi bor, texnikalar bor. Ustanovkasi ham yetkazib berishi ham bor aka. Akalar, mana armaturani ko'rsatib o'tishimiz kerak. Aka, nimaga bunaqa tayyorlarga nimalar quyiladi? Haligi atibotkalar nimaga quyiladi bu? Bu qolip beton yopishib qolmasligi uchun qilinadi aka. Bu nechilikda bo'ladi armaturalar? 14 li armatura aka, 630 plitaga tortilgan aka. 630 120, soni 6 ta aka. 6 ta o'zi standart bo'ladi. Standart. Yo'q, birligiga 5 tadan bo'ladi. 120 6 tadan bo'ladi aka. Razmeriga qarab ekanda. Buni keyin aka armatura ham o'sha Bekobodni aytdim sizga, Bekobod armaturasi. Lekin
Shu zilzila bardoshligi ham aka 9 balgacha javob beriladi bu. Ha, o'shani hisobingiz standart bo'yicha qilinadi. Qilinadi aka. Ha, Go'sht bo'yicha qo'yiladi. 9 balgacha garantiya berilar ekan. Garantiyamiz 40 yildan 50 yilgacha deyiladi, xudo xolasa. Shunaqa aka, xudo 40 yildan 50 yilgacha berilar ekan. Ko'rib tursangiz, zavodda o'zidan sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Aka, yana bitta narsa, mana sizlarda doimiy ravishda bo'lar ekan. Xo'p, necha razmergacha doimiy ravishda bo'ladi. Kimdir kelib hali srochini oladigan bo'lsa va yana bitta narsani shu yerda aytib o'taylik, 2026-yil, ya'ni 25-may sanasida turibmiz, ya'ni oxirgi qo'ng'iroq sanasida turibmiz. Shu bugunlik narx mabodo bir oydan keyin oshib qolsa, oshirib sotishadi, tushib qolsa, tushirib sotishadi. Ya'ni aytib qo'yishimiz kerak. Agar shu bugungi narxlar, razmerlarini aytib o'tsa yaxshi bo'ladi, iloji bo'lsa. Shulardir. Aka, narxlarimiz shu bugungi narxlar metrovoy sotiladi. Aha. 120 si addenni, birligi addenni. 120 sidan qimmatroq, birligi arzonroq. Metr aka 120 sini metri. 59 ga 590 gacha bo'lgan razmer. Necha puldan bo'ladi? 190 mingdan bo'ladi aka. 590 dan balandiga 14 lik armatura qo'yamiz. 220 mingdan qilib beramiz aka. Ha, metri. Ha. Ag'a metri, ya'ni o'zi ketaveradi. O'zi necha razmer kelsa, o'shanga qarab kelishaveradi. Kelishaveradi. Ha, o'shanga qarab, demak, narx chiqar ekanda, bu armaturasiga qarab, ensiga qarab chiqaverar ekan. Shu asosiy joyi shu. Bunga qarab chiqiladi. Ha. Endi qaranglar akalar, mana ko'rib turibsizlar va undan keyin shibellarni qanaqasidan qo'yiladi, zavod o'zlari uchun Koreyada hozir pastlantirib ko'rsatamiz va mana orqa tarafda beton zavodiga ham o'tamiz. Oxirigacha ko'rsangiz to'g'ri ma'lumotni bari egaga bo'lasizlar. Akalar, tepadan sizlarga ko'rinish jarayoni mana drabilka Koreyada o'zida turibmiz. Aka, bu yerda ikkita drabilka turibdi. Nima farqi bor? Bu bilan uni nima farqi bor? Uni hozir yaqinroqdan ko'rsatamiz. Farqini aytib tushuntirib bering. Aka, bu drabilkamiz yuvilmagan mahsulot chiqizadi. Sheben mahsulot aralashma deyiladi. Narga tosh sheben bilan metpiso unda yuvib chiqiziladi material. Ha. Hozir yana bitta narsa aka, ko'pchilik zakaz bersa sizlarda, misol, yana bitta narsani aytib o'taylik. Bu borishi tonnaga, kiloga qanaqa bo'ladi? Misol, yo mashinaga hali bir xil odamlar noto'g'ri muncha tonnaga muncha pul deb noto'g'ri narsalar bo'lmaydimi? Shuni aytib aka, tushunarli. Xullas, bizda tarozi qo'yganmiz 100 tonnali aka. Siz haqingiz bizda, biz haq sizda qolib ketmaydi. Asosiy joyi. Asosiy joyi shunda. Kilolab sotiladi aka. 3 xil materialimiz bor, ular narxlari har xil holatda sotiladi. Xudo xolasa, asosiysi bularni menga yoqqan tarafi, hozir video olishdan oldin suhbatlashganimda, aka, shuni ham aytib o'ting. O'sha necha kilo bo'lsa, o'sha kilosini yozib berib yuboriladi. Ya'ni birovning haqqi bizga kerak emas. Shuni aynan odamlarga tegishtirib qo'yishimiz kerak, yetkazib qo'yishimiz kerak deyishdi. Akalar, misol o'sha Kamazga misol 10 tonna chiqsa 10 tonna, Guzavoyga misol 3 tonna chiqsa 3 tonna deb, o'sha kiloda necha pul bo'lsa, o'sha rasmini olib, o'sha nimalarni pechatlarini xudo xolasa uyingizga boradi. Ya'ni birovning haqqi bularga ham kerak emas ekan. Hozir pastga tushib, qanaqa maydaligini ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Akalar, mana Koreyaga tushib oldik. Endi aka, bu toshlarda o'zi nima afzallik jihati? Misol, bunisi nima-yu, bunisi nima? Shuni aytib qo'ysa iloji bo'lsa. Aka, bunisi metpisoy. Ha. Buni fraksiyasi aka 10 lik setkada chiqadi, 8 lik 10 lik setkada chiqadi. Mayinida. Buni yuvilib ishlatiladi. Biz asosiy yuviladi. Yuvilgan o'sha hozirgi territoriyada eng nomer 1 bo'lgan mahsulotimiz shu aka. Boshqalar bilan nima afzallik jihatlari? Misol, mana haligina tosh qattiqroq nimadir deyapti, o'shani sen tushuntirib bersangiz yaxshiroq bo'ladi. Boshqalar bilan aka, buni hozir soydan shag'al olib kelib aka, shimilgan qattiq sho'r bo'lmaydi. Sho'r bo'lmaydi, yuvilgan. Yana dababish uni yuvyapmiz ham, yana soydan ham olib kelyapmiz. Mustahkamligi ham zo'r aka. U taraflari ham bor. Hozir bu tonnagami, qanaqa kilosi, puli ham aytib qo'ysiz iloji bo'lsa, mabodo so'raganlarga. Bu kilo bu aka. Hozirgi zavodda tan narxi 1 kilosi 48 so'm sotilyapti aka. Zavod narxi 48 so'mdan, ya'ni 1 kilosi. Xohlaganlarincha bo'ladi. Ko'rib turibsizlar bu tarafda. Endi bu shiben ha bunisi? Bunisi tosh shiben aka. Tosh shiben ekan, mana ko'rib turibsizlar, bu ham kattagina zo'r, tepada drabilkamiz. Lekin nihoyatda zo'r haqiqatan ham. Mana o'zi olganlaringni ham bilinaveradi. Mana tosh shibenimiz. Muammo emas, xudo xohlasa. Mana aka, olavering. Yaqinroq ana. Bu tosh shibenimiz aka. Xo'p, biz drabilkamiz ham aka, chaqilishi ham yaxshi. Chunki chaqilmagan tosh yo'q bunda. Chaqilmagan tosh bo'lsa, drabilka yaxshi chaqmasa aka. Betonga yaxshi
mana gilyadki holat bo'ladi, yaxshi yopishmaydi. Markasini ham pasaytiradi, bitonning umrini ham pasaytiradi aka. Asosiy afzal jihatlar shu. Shunaqa. Bunga ham fraksiyasi ham aka 10 dan 20 gacha fraksiyasi aka. Asosiy Hadovoy hammasi haqiqatda chaqirib ketgan ekan. Qayda tumalaq tosh, mana silliq tosh, mana bu yoqlar chaqirgan qarang. Haqiqatda dahshat hammasi ekan. Qayda umuman zo'r ekan. Mana ko'rib turibsizlar, bu yuvilganligi, endi hozir nariyoqqa o'tib yuvilmaganligini ko'rsatamiz. Akalar, bu necha pul narxi? Hozir buni aytib qo'ying. Buni tan narxi 20 so'm sotilyapti. 1 kilo narxi hozirgi kunda. Asosiysi kiloga ekan. Hali misol 10 tonna olsangiz, misol senga 12 tonna bordi, 11 tonna yo'q ekan, birovda haqqi bo'lar kerak bo'lsa ham, hozir tarozini ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Xalq tilida yuvilmagan deyiladi, o'zi asli aralashma bo'ladi aka, to'g'ri aytyapmanmi? Shunaqa aka. Xo'p, aka bu tonnasi, kilosi qanaqa bo'lyapti? Mana shuni aytib o'tsangiz. Aka bu ham kilo bo'yi sotiladi, tarozi sotiladi, 40 so'm sotiladi. 40 so'mdan. Buni 40 so'm sotilishning maqsadi aka. Xo'p, sababi. Bu ham buni mahsuloti birinchi shag'al mahsuloti aka, soydan olinadi. O'zi soydan yuvilgan shag'alni olib, faqat yuvmasdan chiqiziladi xolos. Hatto bunda ham sho'r-po'r yo'q aka. Asosiy yutuqlar shu. Karerdan olinmaydi, soydan olingani yuviladi. Yaxshi, ahamiyat berasizlar. Karer boshqa, soy boshqa, shunga ahamiyat berasizlar. Dirabelkamiz tepada turibdi. Ko'rdilarning o'zi boshqadan ham oldi. Endi akalar, asosiysi sifat ekan. Bular sifatga ishlashar ekan. Birovning haqqi bularga kerak emas, yana qaytarib qo'yaveramiz. Ko'rdingiz, necha kilo bo'lsa, tonnasi grammigacha xudo xolasa sizga yetib boradi. Muncha summa bo'ldi, bunaqa summa bo'ldi deb. Asosiysi eng bularda afzallik jihati shu ekan. Menga eng yoqqan taraf shu bo'lyapti aka. Bexijolat zakaz bersalar ham bo'laveradi. Mabodo kimlargadir zarur bo'lsa. Endi nariyada asosiy beton mishalkani kerak bo'lsa, asosiy sementli tayyor aralashma kerak bo'lsa, uni ham hozir aytib o'tamiz. Narxi necha pul, qanaqa bo'lyapti, u joyga borib ko'rsatib o'tamiz. Akalar, hamma yoqda ko'rsatyapmiz-ku, lekin asosiy narsa, ya'ni kelish mahsulot. Mana shu mahsulot ya'ni soyning o'zidan keladi aka. Mana shunaqa holatda qaylar tabiiy holatda keladi. Mana ko'rib qo'yinglar. Tosh hamma yo'g'i mana ko'rib turganlaringdan akamiz tarkibida o'sha sariq tuprog'i, sho'rpo'ri yo'q aka. Soydan yuvilgan holatda olinib kelinadi. Mana shunaqa holatda. Shundan mahsulot olinadi. Qaranglar, mana hozir Gruzovoy kelyapti, tarozi, mana 100 tonnalik tarozi, sirazi mashina sirazi minus qilib turib yozib qo'yiladi. Necha kilo yuk bilan chiqyapti. Oxirida yuklar chiqib bo'lgandan keyin oxirida tarozini ham yana o'sha chiqarib oladi. Necha kilo aniq bo'lgani. Ya'ni asosiy tarasini chiqarib oladi. Tarasini chiqarib oladi. Ko'ryapsizlar, 100 tonnalik tarozimiz bo'ladi. Bexijolat bo'ladi, muammosiz. Sizlarda ya'ni o'sha birovning haqqi o'tib ketib qolmaydi. Ya'ni sizning ham haqqingiz, ba'zan haqqi. Ya'ni asosiy afzallik jihati shu ekan. Menga ajoyib to'g'risi kayf qilib to'g'risi hech kim bunaqaligi почестный ish qilmagan-da, to'g'risi men ko'rmagan edim-da. Bularda asosiy halollik ekan, birinchi o'rinda shunga qo'yishar ekan. Yaxshi aytyapsiz, ko'rdilar, mana Gruzovoy kirdi. Hozir oxirida yuklab chiqib bo'lgandan keyin necha kilo bo'lganini sizlar tarasi bilan dokumentalni olib borib berillar ekan. Akalar, mana endi ikkinchi karerga keldik. Bu yerda asosiy beton mishalkalarga tayyor betonni jo'natib berishadi, yuklab berishadi. Aka, hozir mashinalarimiz o'zi shaharga ketibdi o'zi. Xo'p, aka, bu betonni qat-qatlargacha jo'natyapsizlar, mana shu territoriyalarimiz, adreslarimizgacha aytib o'tsa iloji bo'lsa. Adresimiz aka mana shu Qo'qon territoriya hamma joyga yetkazib beryapti. O'zi betonni yetkazib berish uzoq kilometr yetkazib bo'lmaydi aka. 30-40 kilometr atrofiga yetkazsa bo'ladi, chunki vaqt o'tgan sari o'sha qatishni boshlaydi, minusga yuradi, markasi pasayadi, beton sifati buziladi. Asosiy joyi shu-dek. Hozir mana Qo'qon, Rishton, Bog'dod, Uchko'prik, yana qaysi bo'ladi? Beshariqqa ham bo'ladi. Beshariqqacha xudo xolasa yetkazib berilaverar ekan. Akalar, ko'rib turibsiz, hozir ichkariga kelib laboratoriyani nima qilib, endi narxi necha pul hozir bu yerda? Tonnasimi qanaqa bo'ladi bunda hozir? Aka, bu beton kuba bo'yi bo'ladi. Kuba bo'ladi. Markasiga qarab narx chiqadi aka. Hozir zavod narxi bor, keyin masofaga qarab qo'shilishi bor. Xizmat qo'shiladi aka. Zavodning narxi, ya'ni 2025-yil, 26-yil uzr so'rayman. 25-may, 25-may demoqchi edim, 25da boribman. Ya'ni oxirgi qo'ng'iroq kuni turibmiz. Bu zavodning narxi, ya'ni oshsa oshib qolishi mumkin, tushsa tushib qolishi mumkin, biz bilmaymiz. Hozir zavodning narxi necha pul kubasi? Aka, hozir zavodda hadovoy razmerlarni aytaman. Hozirgi kunda ko'p ishlatilayotgan razmerlar 200 marka, 250, 300, 350, 400 markagacha ishlatilyapti. Xo'p, narxlari. 200 markamiz tan narxi 360 ming so'm bo'lyapti. 360 ming so'm bir kubasi. Zavodning narxi, ha? 250 markaniki 380 ming so'm aka. 300 markaniki 410 ming aka.
350 deki 450 ming bo'lyapti. Ha, xo'sh, o'sha hozirgi kundagi narxlari. Narxlari. Hamma marka asosiy hadovoy markalar bor, akalar. Bexijolat endi sizlarga laboratoriyaga kelib, u joyda ham ko'rsatib o'tamiz. Qanaqa ishlar olib boriladi, qanaqa qiladi, hamma yoqda aytib o'tiladi, akalar. Aka, zavodimiz aka 1,5 kubalik zavod. 7-8 minutda 10 kubalik mashinani to'ldiradi aka. Keyin bunga qo'shiladigan ximikatlari bor aka. Markalarni oshirib, betonda yetib borish sifatini, xuddi unaqasini yetkazib borish asosiy joyi shundan bo'ladi. Xullas sifatli boradi. Akalar, hozir endi asosiy laboratoriyaga kirib, sizlar laboratoriyasini ko'rsatib o'tishimiz shart bo'ladi. Sababi bizni boshidan noldan, ya'ni o'sha 100 gacha sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Nimaga? Sifat bo'ladi birinchi o'rinda ekan, halollik birinchi o'rinda ekan. Endi ichkariga kirib ko'rsatamiz. Akalar, laboratoriyaga kirib keldik. Endi bu yerda nimalar bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Endi akamiz yuzlanamiz, ya'ni laborant akamiz Elshod aka, to'g'rimi? Elshod aka. Aka, nima bo'ladi? Mana misol birinchi navbatda turpoq kelishidan boshlanadimi yo o'sha maydalanib chiqqandan boshlanadi? Ana iloji bo'lsa chiroyli tushuntirib bersangiz yaxshi bo'ladi. Bu apparatlar nima, u apparat nima, bu joylarda nimalar bo'ladi? Mana elaklar nima, hammasini tushuntirib bersangiz yaxshiroq bo'ladi iloji bo'lsa aka. Aka, bizda hozir ishlab chiqarish jarayonida birinchi navbatda ko'rgan bo'lsa kerak, pastda drabilkamiz bor. O'zimizdan chiqadi mahsulotlar. Shu drabilkamizdan chiqqan mahsulotlar, endi shu beton zavodga kerakli bo'lgan, shu drabilkadan chiqadigan mahsulotlarning hammasi birinchi o'rinda laboratoriya tekshiruvdan o'tkaziladi. Mana shu joyga keladi. Mana shu joyga keladi. Mana bu maxsus elaklarimiz yordamida katta kichik bo'ladi elaklarimiz. Fraksiyalarga ajratamiz, aka, ularda sifatini doimiy ravishda nazorat qilib turamiz. Bu razmeri har xil bo'ladi o'zi. Elak bo'lib o'tiradi. Go'z standart bo'yicha razmerlari bor. Shu bo'yicha laboratoriya tekshiruvdan o'tkazib, laboratoriya sinovidan muvaffaqiyatli o'tsa, bu yoqqa ishlab chiqarish jarayoniga beramiz. Beriladi. Bular nima? Mana bular nima aka? Bular aka shu ishlab chiqarish jarayoni boshlangandan keyin bizda beton tayyor holatga keladi. Biror bir obyektga chiqib ketishidan oldin biz laboratoriya tekshiruvi uchun namuna olamiz. Namuna olinadi. Birinchi navbatda uni oquvchanligi ko'rinadi. Tashqarida oquvchanlik tashqarida turibdi, shu o'ng qo'lda. Birinchi navbatda shunda bo'ladi. Yetib borish holatlari, shu narsalarni birinchi navbatda ko'rib, undan keyin biz mana bunaqa kubiklar olib qo'yamiz. Laboratoriya sinovi uchun. Bu kubiklarimiz mana bu idishga solinadi, apparatga bunga avtomatik kiritilgan 20 gradus namlikda 20 gradus issiqlikda ushlab turiladi o'zi. 95% namlikda plus minus 5 gradusi bor. Bu mana shu bir xil sharoitda kubiklar 28 sutka davomida parvarish qilinadi. 28 sutka, почти 1 oymi? Bir oyda nimaga unaqa nima qilinadi? Ya'ni o'sha yaxshi yomonligini sinab ko'rish uchun bo'ladi. Standart bo'yicha betonni sifatini, shu markasini 28 kunda 100% natijasini tekshirib, sinab ko'rib olinadi. Mana sizlarga standart qanaqa garantiya, qanaqa nima. Bu stanogimiz nima vazifani bajaradi? Bu stanogimiz shu 28 bu stanogimizda shu bu yoqda tayyor bo'lgan kubiklarimizni shu buni ochib qo'yaman. Shu joyda sinovdan o'tkaziladi. Bu apparatimizdan eng so'nggi modellardan bittasi. Ya'ni bosim beriladimi shunda? Bunda yuk beriladi, shu bosim beriladi bu yerda. O'zi bu inson omilisiz, to'liq avtomatlashtirilgan. Bu yerga mana markasi, keyin obyekt nomi, keyin o'zi standartlari bor. Shular o'zi kiritilgan. Keyin bu apparatga qo'yganimizdan keyin bu apparat o'zi kuch berib, bosim berib turib, chidash-chidamasligini, kubigimizni sinovdan o'tkazib beradi. Hisobda asosiy chidash-chidamasligini o'tkazib beradigan apparat bo'ladi. Mana shunaqa akalar, qaranglar, bularda ko'ryapsizlarmi? U kunligini kunda, o'sha necha kunda qanaqa zarur bo'lsa, laboratoriya doimiy laboratoriyada o'tgandan keyin chiqargan. Sababi ertaga bularga muammo kerak emas. Asosiy azaliy jihati bo'ladi yutug'i shu ekan. Ya'ni bularga ertaga muammo kerak emas. Samanga beraverding degan narsa kerak emas. U hali uncha narsa emas. Bu ish ya'ni o'sha garantiyasi bilan qilib beriladi, to'g'rimi aka? Doimiy ravishda sifat nazoratda turadi. Asosiy sifat nazoratda turarga shunga ahamiyat berasizlar. Endi ko'rsatib beramiz, ya'ni qanaqa holatda bu bosim beriladi, nima qilinadi, mana hozir qo'yilayotgan jarayonni sizlarga to'liq obzorni qilib beramiz. Hozir ishlasak bo'laveradimi shundaki? Ishlasak bo'laveradi aka. Ha, bitta yuzib nima qilib bering-chi, endi o'zi bitta ko'raylik-chi. Nima vazifasini bajarishini bitta ko'rib olsangiz. Hozir mana bitta markalar tanlanadi. Shu obyekt nomi yoziladi. Hozir sinov uchun bu yerga raqam berib qo'yaveramiz. Bo'ldi aka. O'zingizga moslab nima qilib olavering. Sinov uchun qilinyapti video yaxshi. Kubigimiz mana real vaqtda 7 sutkalik. 7 sutkalik. 7 sutkaga qo'ydingiz. 7 sutkalik kubigimizni qo'yilyapti. Mayli. Chetdi. Sinov jarayonlari boshlandi.
Bosyapti hozir endi. Hozir bosim boshlandimi? Bosim boshlandi hozir. Qanchagacha ko'tarish kerak, qanaqa bo'ladi? Ekranda ko'rinyapti. Ha, tepada bosimlarni mana ko'rib turibsizlar, mana hamma yo'g'ida. Ekranda bo'lyapti. O'zi standart to'xtaydimi yo o'zi to'xtatasizmi? Yo'q, o'zi avtomatik to'xtaydi bu. Apparatimiz o'zi avtomatlashtirilgan. Ha. Bu 28 sutkada 19.2 megapaskal olish kerak. Ha. 7 sutkada shu natijasi 70% dan o'tish kerak. Do'st bo'yicha. Mana sizlarga jarayon sizlarga. Hozir mana natijasi chiqdi. 17.9 megapaskalni oldi. Hop. Mana sizlarga o'zi sraz mana shu yerda o'zi bosim berib ko'rsatib o'tildi. Bu degani 7 sutkada kubigimiz 93% natija berdi. 93% natijada. 93%. Mana sizlarga qaranglar, mana shu yerda o'zi 93% ya. Xudo xolasa 28 sutkada 100% natijasini oladi. Ha. O'zi 7 sutkada 93% bo'lyapti. 28 sutkada o'zi 100% dan ag'ay bo'lib ketar ekan. Endi misol sizlarga ishlash jarayoni. To'g'rimi aka? Hozir bu singan ekanligini ko'rsatsa bo'ladimi? O'shani olib ko'rsatib. Ha, olib ko'rsataylik aka, olib bering. Aha. Mana qaranglar, olib ko'rsataylik asosiy joylarini. Mana. Yaxshilab ko'rsatsangiz, ha, ana. Mana sizlarga. Yuk tushgandan keyin betonimiz mana hamma yerlarda ko'rinadi. Ha. Yorug'lar bo'lgan. O'sha bosimni yetarlicha ko'tarib yorilgan. Bundan buyog'iga shu o'zini markasini oldi. Bundan buyog'iga ortiqcha shu bosim ko'tarolmaydi. Ha. Bo'ldi, sinovdan o'tilyapti. Sinovdan o'tdi, o'sha kubik sindi. Ha. Bo'ldi, ko'rdilaring. Masalan, jarayon mana singanlarni pastga addini qilib qo'yinglar ki, yaxshi ahamiyat berasizlar shunga ham. Mana akalar endi boshqa joyga kirib oldik. Aka, biz turgan joyni qad bu nima vazifa bajaradi bu nimalarimiz, apparatlarimiz, o'shani gapirib bersa yaxshiroq bo'lardi aka, iloji bo'lsa. Bu shu beton zavodimizda operatorskiy xonasi. Mana hamma narsa kompyuterlashtirilgan. Mana shu kompyuter orqali jarayon bo'ladi. Jarayon bo'ladi. Qaysi markani so'rasa, o'sha markani mana kiritiladi. Ha. 100 markadan 500 markaga qadar markalarimiz bor. Mana shu ishlash jarayoni mana shu yerda siz nazorat qilib turasiz asosiysi. Men nazorat qilib chiqarib beraman. O'sha kubasi nech kuba deyilsa, o'shancha kuba, necha marka deyilsa, o'sha markadan qilib chiqarib beramiz. Aka, bitta savol-da, to'g'risi, misol mashinaga o'zi qancha kuba sig'adi, misol nimalarimiz, KAMAZlarimizga? Havo mashina asosan bizda shu havo mashinalarimiz dokumentalniy 10 kuba o'zi. Endi bir xil joylarda 11 kuba deb qoladi. 11 kuba sig'adi shu mashinalarimizga. Ha, o'zi aslida. Aslida. O'shani so'ramoqchi edim. Aka, mana qarang, 10 kuba, kimdir 8 kuba olsa, deylik, misol kimgadir 9 kuba kerakdir. Xo'p, 11 kuba degan sekin ishlar bo'ladimi? To'g'risini ayting aka. Yo'q, uni ilojisi yo'q. Chunki nimaga ilojisi yo'q aka? Bu kompyuterimizda mana shunday programmalari bor. Mana shu yerdan shunday kirsiz, mana chislowlarni belgilaysiz, mana programmaga kirib, uni nazoratchilar tekshirib turadi-da bu yerda. Leva bo'lmaydi xullas. Leva bo'lmaydi. O'sha nech kuba chiqarsangiz, o'sha kubani zapis qilib qoladi. Uni haqiqiy programmist kelib ham o'chira olmaydi uni. Xullas leva yo'q, deydi. Leva yo'q bu yerda. Misol 9 kubami 9 kuba, 10 kubami 10 kuba. Xuddi shunday. Mana asosiy halollik deb bekorga aytmayapman. Halollik asosiy joyi mana shu joyda ekan. Ko'rib turibsizlar. Endi xonamiz kichkinalik qilyapti. Hamma texnika bor. Xullas akalar, bularda leva degan narsa yo'q. Birinchi o'rinda halollikni birinchi o'ringa qo'yishgan ekan. O'shaning uchun bexijolat kimlargadir zarur bo'lsa, pastga raqamlarga bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Mana texnologiyani endi ishlarni hozir mashinalar yo'qlik qilib qoldi. Mashinalar bo'lganda sizlarga to'liq ma'lumotini ko'rsatib o'tgan bo'lardi. Xudo xolasa, mana shu joydan quyib beriladi. Akamiz nazorat mana shu suvimiz, klinish, tosh hamma narsa mana tarozilar ko'rsatib qo'yilgan. Mana shu tarozidan o'tadi. Masalan, sementini kam qo'shibdi, boshqa qilibdi deganlar kelsa, mana programmada zapisda turadi. 1 kuba so'ragan bo'lsa ham, 10 kuba so'ragan bo'lsa ham, hamma jarayon mana shu kompyuterda saqlanib turadi. Kelib nimasi kam, nimasi ko'p, hammasini ko'rib olishga imkoniyatlari bor. Tekshirib olaveradi uni xohlaganda. Mana shu kompyuterda sizda hamma yo'q ma'lumot bo'ladi. Ular umuman aldash iloji yo'q. Aldashni ilojisi yo'q. Aldashda umuman iloji yo'q. Mana bexijolat xohlaganingizcha nima zakaz bersangiz bo'laverar ekan. Asosiy afzallik jihati shu ekan, sizlarda shunaqa o'ylayapsizmi? Afzallik jihati shu. Yutug'i ham shu ekan. Akalar, ko'rdilaring, qo'limizdan kelgancha qisqa lo'nda ma'lumot berdik. Albatta yoqqan bo'lsa,
va kommentariy yozib ketdi. To'g'risi bunchalik deb o'ylamadi. Anaqa narsalar tursa, bularni qo'yib beradi, taxminan qo'yib beradi deb o'ylarganman. To'g'risi aka, men ham o'zim shunaqa deb o'ylandim. Bunchalik bunaqa texnologiya borligini bilmas ekanman-da. Kichik butkada qora tekshirib turadi, leva-peva qilishadi. Bunaqa tallonga yozib beraveradi deb o'ylargan. Bunaqa narsa bo'lmas ekan-da, iloji yo'q ekan-da. Iloji yo'q. Umuman iloji yo'q ekan, bexijolat qo'rqmasdan, shoshilmasdan zakaz bersiz bo'laverar ekan. Asosiy afzallik jihat zo'r ekan. Rahmat aka, sizga ham kattakon sog' bo'ling, eson bo'ling. Aka betini qat. Bu garaj aka, texnikalar turadigan joy, ishni davomida, ishni ertalab chiqib ketib, kechga texnikalar keladi. Mana shu yerda turadi. Hamma aytib to'la bo'lar ekan. Hozir endi to'g'risi bo'sh paytda kelib qolyapmiz, obed mahallida kelib qolganmiz. Shunga ahamiyat berasiz. Mana shu texnikalar hamma yo'q bor ekan. Xudo xolasa akalar, qandaydir savollar zarur bo'lsa, bexijolat pastga raqamga aloqaga chiqarasizlar. Biz berilmagan savollarga endi biz to'liqroqni tushuntirdik, yo bo'lmasa kommentariy yozib ketinglar. Siz qatdan kuzatyapsiz, bexijolat aloqaga chiqaverasiz. Imkon qadar hamma yo'qdan o'sha piltalardan zarur bo'lsa, bexijolat zakaz asosida yetkazib berilaveradi. Vodiy bo'yicha yetkazib berilaveradi. Xudo xolasa akalar. Xudo xolasa pastga aka. Texnika xizmatlari ham bor aka. Ha, mabodo. Katlamani kovlashga, biror naqa kovlashga, ekskavatorlarni ham 3-4 xilidan bor aka. Xudo xolasa, ha. Shunaqa aka. Xudo xolasa muammo bor, texnika hamma yo'q bor bilasiz. Beton sohasi nimaki zarur bo'lsa, texnika ido deyiladi. Ya'ni 0 dan 100 gacha hamma yo'q bor ekan akalar.